Assalomu alaykum hurmatli ona tili va adabiyot fani ixlosmandlari, abituriyentlar. Demak, bugun biz sizlar bilan yaqin kunlarda DTMda majburiy blokdan tushgan testlarni birgalikda tahlil qilamiz. Demak, birinchi savolimiz: qaysi gap tarkibidagi lavozim bildiruvchi so'z bugungi tilimiz uchun ham qo'llaniladi? Xo'p, demak, lavozim bildiruvchi so'zlar haqida gap ketyapti. Birinchisi, qo'rboshi darvozaning o'ng tarafiga qarab yurdi. Bu yerda lavozim bildiruvchi so'z bu qo'rboshi. Demak, ikkinchisi, O'taboy Qushbegi hozirgina ichkariga o'rdadan qaytib chiqqan edi. Mana bu yerda Qushbegi so'zi, lavozim bildiruvchi so'z. Xo'p, Otabek qaytadan Mirzakarim Qutidorni ko'zdan kechirdi. Demak, bu yerda Qutidor so'zi, demak, mansab bildiruvchi so'z hisoblanadi, lavozim bildiruvchi so'z. Va D javobda Toshkent hokimi bo'lgan Azizbek Qo'qonga qarshi bosh ko'targan. Demak, bu yerda hokimi degan so'z, ya'ni hokim degan so'z lavozim bildiruvchi so'z vazifasini bajargan, lekin biz hozirgi kunda qo'rboshi, Qushbegi, Qutidor kabi lavozimlarni ishlatmaymiz. Ya'ni bular demak arxaik so'z sifatida hozirgi kunda yangi o'zining variantlari bilan ishlatiladi. Hokim so'zi esa hozirgacha hokim deb yuritiladi va to'g'ri javob ko'rib turganingizdek D javob hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek to'g'ri javob D, ya'ni izohlanishi hokim so'zi hozirgi kunda ham davlat boshqaruvida faol qo'llaniladi. Shuning uchun ham faol so'z bo'lganligi uchun biz aynan D javobni to'g'ri deb qabul qilamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, berilgan qaysi so'zlar qatorida imloviy jihatdan xatolik yozilgan deb aytilyapti. Xo'p, bu yerda juz'iy va zahm so'zlari. Ko'pchilik zahmni zahm sifatida talaffuz qiladi, lekin aslida to'g'ri variant bu zahm hisoblanadi. Keyingisi qurulla va surpa so'zi. Bu yerda ko'pchilik illa qo'shimchasi haqida eshitgan, lekin agar qachonki so'zning asosiy tarkibida u hamda u harfi yoki v harfi keladigan bo'lsa, illa qo'shimchasi o'zining shaklini ullaga o'zgartiradi. Demak, bu yerda qurulla bu to'g'ri, qurulla emas, qurulla shaklda aytiladi. Tavsiya va taassuf so'zlariga to'xtalib turamiz. Zahl va immunitet so'zlari ikkalasi ham to'g'ri yozilgan. Mana bu tavsiya emas, tavsiya bo'ladi. Mana bu yerda ikkinchi so'zda taassuf so'zida ikkita s yozilishini demak ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi to'g'ri javobni bilib turganlaringizda s, ya'ni tavsiya va taassuf shaklda yozilishi sabab aynan shu so'zlarda imloviy xatolik mavjud edi. Demak, endi 3-savolga o'tamiz. Demak, bu yerda aytayapti, o'zaro ma'nodosh bo'lmagan so'zlar qatorini belgilab oling. Mana shunaqa savollar tushganda ehtiyot bo'lamiz, chunki mana bu yerda bizda aynan bo'lmaganlarini top deyapti. Demak, agar siz sinonimlikni topayotganda so'zlarning to'liq ma'nolarini tushunmasangiz, birinchi so'z turkumlarini tahlil qiling. Sinonimlarning shunaqangi qoidasi borki, ular bitta so'z turkumiga mansub bo'lishi kerak. Xo'p, sinonimlarni tahlil qilib chiqamiz. Demak, dam, mahal va fursat so'zlari barchasi ot so'z turkumiga mansub. Ot. Vaqt, oniy, soat so'zlariga to'xtalmay turamiz, keyinroq to'xtalamiz. Lahza, on, kes bu hammasi ot so'z turkumiga mansub. Zamon, palla, choq ham barchasi ot so'z turkumiga mansub. Lekin mana bu yerda vaqt so'zi otga, oniy i qo'shimchasi bizga fors tojik tilidan, fors tojik tiliga arab tilidan kirib kelgan. Bu sifat yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, ikkinchi so'zimiz sifat bo'ldi, soat so'zi esa ot bo'ldi. Demak, ko'rinib turibdiki, bizning javobimiz B. B javobimiz to'g'ri, chunki ma'nodosh bo'lmagan so'zlar bor bo'lganligi uchun to'g'ri deb qabul qilamiz. Demak, mana B so'zi, oniy so'zi sifat so'z turkumiga mansub bo'lganligi uchun, demak, sinonimlik qatoriga mansub emas. Keyingi savolga o'tamiz. 4-savolimiz, ibora noo'rin qo'llanilishi qaysi gapda uchraydi? Demak, iboralarni avval topib chiqishimiz kerak. Demak, avvaliga bu ishga yuragi dovlamay kirishdi. Demak, yuragi dovlamoq. Keyinchalik ishni ancha hadisini oldi. Yaxshi. Tag'in ham bu ayolning yuragi keng ekan. Shuncha dardga uncha-muncha odam bardosh bera olmaydi, deyapti. Xo'p. Bugun Zebixonning yuragiga qil sig'maydi. Hamma narsa, hamma odamga o'z quvonchini aytgisi keladi. Demak, mana bu yerda qil sig'maydi iborasi bor. Shundan keyin uzoq yashay olmadi. Chunki 5 oraning yuragi bu
g'amni ko'tara olmadi. Demak, ko'tara olmadi degan ibora bor, g'amni ko'tara olmaslik. Ya'ni yuragi ko'tara olmaslik bor iborasi. Demak, bu yerda qaysi so'zlarga e'tibor berishimiz kerakligini tagiga chizib oldik va iborani ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Birinchisining ma'nosi yuragi dovlamasdan degani unchalik ishonqiramay degan ma'noni ifodalaydi. Hadisini olmoq bo'lsa, ancha o'rganmoq degan ma'noni ifodalaydi. Bu yerda to'g'ri qo'llangan. Yuragi keng degani ko'p narsani qabul qila oladi degan ma'noda ifodalanadi va mana bu yerda qil sig'maydi, yuragiga qil sig'maydi iborasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu insonni hech narsa qilib qalbiga yana chiroq yoqsa ham yorishmaydigan, g'amga botgan holatini ifodalaydi. Bu yerda o'z quvonchini degan so'zni oladigan bo'lsak, demak, yuragiga qil sig'maydigan odam quvonchini aytgisi kelmaydi. Shuning uchun ham to'g'ri javob C bo'ladi. Demak, ko'ramiz to'g'ri javobni. Mana C javob, yuragiga qil sig'maslik iborasi. Demak, 5-savolga o'tamiz. Qaysi harfda bosh harflarni qo'llash bilan bog'liq imloviy xatolik uchraydi, deyapti. Demak, birinchisiga qarasak, Xalqaro olimpiada qo'mitasi bu xalqaro tashkilot nomi bo'lgani uchun to'g'ri yozilgan. Temuriylar tarixi davlat muzeyi bo'lsa, mana bu yerda noto'g'ri yozilgan so'zlarni ko'rishingiz mumkin. Kechirasiz. Demak, mana bu yerda noto'g'ri yozilgan so'zlarni ko'rishingiz mumkin. Bulung'ur tumani hokimligi bu to'g'ri, Sog'liqni saqlash vazirligi ham to'g'ri yozilgan. Demak, to'g'ri javobga o'tadigan bo'lsak, B javob. Bu yerda Temuriylar tarixi davlat muzeyi, ya'ni boyna aytganimda ikkita so'z bizga xato yozilgan edi. Demak, 6-savolga o'tamiz. Bu yerda bog'lovchisiz qo'shma gap berilgan javobni toping degan. Xo'p, bunda biz mana shu vergulli qismlarga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu vergullari bor qismlarga yoki tirelari bor qismlarga e'tibor berishimiz kerak. Demak, undan birinchi gapga e'tibor bering. Yurak yig'laydi yu, ko'zlarda nam yo'q. Mana shu yerda yu bu yuklama o'zi aslida, lekin bu yerda bog'lovchi vazifasida kelyapti. Shuning uchun bu zidlov bog'lovchili bog'langan qo'shma gap hisoblanadi. Demak, buni chiqarib yuboramiz. Ikkinchisi, bir kishi ariq qazar, 1000 kishi suv ichar. Bu javobga to'xtalib turamiz. Keyingisi, nokasdan qarz olma, qarz olsang ham xarj qilma. Bu yerda sa qo'shimchasi bor. Bu shart mayli hisoblanadi. Shuning uchun bu ergashgan qo'shma gapni hosil qiladi. Bir ko'ngil imorati, 1000 Makka ziyorati. Bu yerda ega kesim munosabati bor. Faqatgina mana bu tire, mana bu yerdagi bog'lamaning yo'qligi sababli qo'yilgan. Ya'ni bu kesim, bu esa ega bo'ladi. Ega kesim munosabati bo'ladi. Demak, shu sababdan ham bu sodda gap hisoblanadi. Bizda qo'shma gapni bergan. Demak, ko'rib turibmizki, to'g'ri javob B javob bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz demak. B javob va bu yerda ishlatishimiz mumkin edi, lekin ishlatilmaganligi uchun bu bog'langan qo'shma gap bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Yaxshi. Bu yerda demak savolga e'tibor beramiz. Ushbu gapda yordamchi so'z turkumiga oid qanday birlik ishtirok etgan, deyapti. Demak, ko'ramiz. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher, deyapti. Mana bu yerda bilan so'zi ishtirok etyapti. Bu yerda bitta, demak, ikkinchi darajali qayta aytsam bo'ladi. Bu yerda bitta yordamchi so'z turkumiga oid birlik qatnashgan, bu bilan so'zi hisoblanadi. Faqat bunga ehtiyot bo'lasiz. Agar bilan so'zi bilan so'zining oldidagi so'z bilan unga so'roq berilganda yoki uni boshdan aytay. Xo'p, agar bilan so'zi keladigan bo'lsa, bunga biroz ehtiyot bo'lamiz, chunki u bog'lovchi ham bo'lishi mumkin, ko'makchi ham bo'lishi mumkin. Shunda bizga yordamiga keladigan bir so'z bu va so'zi hisoblanadi. Agar bilan so'zini va bilan almashtira olsak, bog'lovchi, almashtira olmasak agar ko'makchi bo'ladi. Demak, almashtirib ko'ramiz. Temur tig'i yetmagan joyni qalam va oldi Alisher. Demak, qalam va oldi Alisher deya olmaymiz. Almashtira olmaganligimiz uchun ham bu yerda ko'makchi vazifasini bajaradi. Demak, 7-savolning javobi ko'rib turganingizdek D javob bo'ladi. Bu yerda demak ko'makchi vazifasini bajargan bo'ladi. 8-savolga e'tibor beramiz. Bu yerda suzmoq so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan, deyapti. Men sizga osonroq qilib tushuntiraman. Agar mana shunaqa savol sizga tushadigan bo'lsa, haqiqatan hayotda bo'lmaydigan
tushunchani belgilasangiz to'g'ri belgilagan bo'lasiz. Demak, haqiqatan ham suzib bo'lmaydigan holatni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'ramiz. A variantga e'tibor beramiz. Onaxon qozonda qaynab turgan kosalarga sutni suzib dasturxonga qo'ydi. Demak, sutni haqiqatan ham suzsa bo'ladi kosaga. Bu yerda o'z ma'nosida qo'llangan. U suvda qo'l va oyoqlari charchaguncha uzoq suzdi. Demak, suvda ham suzish mumkin. U kishi sho'rvani pishiradi, lekin moyni suzib ichadi. Demak, moyni ham suzib ichish mumkin. Ko'k yuzida suzib yurgan bir parcha bulut quyoshni har ko'yga solar edi. Mana shu yerda bulut suzib yurmaydi, chunki bilamiz, suzish ma'nosi suvda suzish anlamida keladi, tushunchasida keladi. Shuning uchun ham D javobni to'g'ri deb belgilaymiz. Demak, to'g'ri javobni ko'ramiz. To'g'ri javob D javob, chunki haqiqatan ham shunchaki insonning harakatiga o'xshatilyapti. Demak, 9-savolga e'tibor beramiz. E'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda qaysi javobda berilgan so'zlar ot turkumiga mansub deyapti. Otni biz eng ko'p nima bilan adashtirib qo'llashimiz mumkin? Sifat so'z turkumi hamda olmosh so'z turkumi bilan adashib qo'llashimiz mumkin. Shuning uchun e'tiboringizni aynan sifat va olmosh so'z turkumlariga qaratishingiz maqsadga muvofiq. Demak, musicha bu yerda bir daqiqa. Demak, musicha so'zi bu yerda ot bo'lyapti, ko'ylak so'zi ot bo'lyapti, bola ot bo'lyapti, shoir ot bo'lyapti, tog'a ot bo'lyapti, hamma olmosh bo'lyapti. Shirin so'zi, e'tibor bering, shirin o'zi sifat, lekin mana bu yerda katta harf bilan yozilgan, boshqalari kichkina harf bilan. Demak, shirin bu ism. Shuning uchun ham shaxs nomi sifatida uni ham ot deb olamiz. Tepa ot bo'lyapti. Demak, bu yerda bitta olmosh bor. Shuning uchun ham bu javob chiqib ketdi. Barcha so'zi olmosh, xuddi hamma kabi, katta sifat, olim ot, ko'p so'zi ravish bo'lyapti. Bobo ot bo'lyapti, qarmoq ot bo'lyapti, nima? Demak, olmosh bo'lyapti. So'roq olmoshi kun bo'lsa ot bo'lyapti. Demak, to'g'ri javobimiz A javob bo'ladi. Demak, hozir ko'ramiz to'g'ri javobni. To'g'ri javobga e'tibor qaratamiz. To'g'ri javob A, musicha, ko'ylak, bola va shoir so'zlari. Demak, 10-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda qaysi javobda imloviy jihatdan noto'g'ri yozilgan so'zni bizdan so'rayapti. Demak, ko'rib chiqamiz. Xalq seniki emas, sen xalqnikisan. Bu yerda ko'pchilik x bilan h ni adashtiradi, lekin bu yerda xalq degan so'z to'g'ri yozilgan. B javobga qaraymiz. Ertalab o'rningdan quvonch bilan tur, kechqurun kulgi bilan uxlashga yot. Mana bu yerda kulgi so'zi ham ko'pchilik kulgu deb o'ylashi mumkin, lekin kulgi degan so'z ham g, k, q qo'shimchalari mavjudligi uchun to'g'ri deb qabul qilamiz. Demak, ma'naviyat insonning, xalqning, jamiyatning kuch-qudratidir. Bu yerda umuman xato yo'q. Agar shu topda topshiriqlarni bajarmasa, obro'yi bir pul bo'ladi. Bu yerda obro'yi emas, yoki obro'si yoki obro'yi bo'lishi kerak edi. Demak, mana shu so'z xato yozilgan va D javob to'g'ri. Demak, to'g'ri javob albatta D, obro'yi so'zi noto'g'ri yozilgan. Obro'yi yoki obro'si shaklida yozilishi kerak edi. Demak, agar sizga ham mana shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Barcha abituriyentlarga o'qishlarida va ishlarida omad tilayman.